Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Demak, darsimizni boshlaymiz esa. Xo'p, demak, bugungi mavzumiz sizlar bilan present perfect continuous bo'ladi. Present perfect continuous degani hozirgi tugallangan davomli zamon degani. Undan oldin biza o'tgan safar hurmatli o'quvchilar sizlar bilan future simple'da o'tganimizda, ya'ni future tenses'larda o'tganimizda, ya'ni kelasi zamonlarda o'tganimizda asosan payt ravishlari darsimizda oxirini o'tib baraman deb oxirida masalan ko'p o'tib o'rganimizdan so'ng, ya'ni oxirga qo'yib turib mana shu payt ravishlarini yoddan chiqarib qo'ydik. Shuning uchun yoddan chiqarib qo'ydim. Shuning uchun kelasi qarab qo'shimcha tarzda hozir payt ravishlarini sizlarga tushuntirib ketaman. Payt ravishlari o'zi nechta ishlatiladi, ular qaysilar, uni kanaldan emas qo'ydim. Kimlardir buni tushundi, kimlardir tushunmadi, kimlardir avvaldan biladi, kimlardir bilmasadi. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, diqqat bilan qarab o'tirasizlar. Qiyin joyi yo'q o'zi. Payt ravishlarini okey. Demak, hurmatli o'quvchilar, qaranglar, kelasi zamonda biza quyidagi payt ravishlarni ishlatamiz. Bilasizlar, biza o'zi payt ravishlarni, ya'ni umumiy qilib aytadigan bo'lsak, ravishlarni nimaga bo'yar edik? Albatta buni yashil rangga bo'yab qo'yar edik. Demak, payt ravishlari ko'rib turganlaringizdek quyidagicha. Misol uchun, demak, tomorrow ertaga degan payt ravishimiz albatta bu kelajakni ifodalaydi. O'zini tarjimasidan ham bilib turibmiz. So, the day after tomorrow, the day after tomorrow degani ertangi kundan keyingi kun. Ya'ni bu degani 2 kundan keyin yoki bo'lmasa indinga degan ma'noda ishlatiladi. Okay? Ya'ni yerda the day after tomorrowga in 2 days sinonim bo'ladi yoki 2 days later yoki 2 days later on sinonim bo'ladi. Okay? Indinga yoki 2 kundan keyin degan ma'noda. Tushundingizmi? Keyingisi next week, next month, next year, ya'ni next bog'lov, ya'ni next so'zidan keyin paytni ifodalovchi payt ko'rsatish so'zi ishlanib turibdi. Misol uchun next week, next month, next year, ya'ni kelasi hafta, kelasi oy, kelasi yil. Okay? Keyingisi tonight, kechqurun, today, bugun, ya'ni today deganda bugun deganda sizlar kelajakdagi bugungi 24 soatlaringizni sizlar ma'lum bir soatida turibsizlar. Misol uchun hozir soat 8 dan 44 daqiqa o'tgan bo'lsa, mana shu 8 dan 44 daqiqa o'tgandan, ya'ni endi bo'ladigan mana shu paytdan, ya'ni kelajakda bo'ladigan vaqtimiz, ya'ni masalan soat 9 bu bizlarni kelajakimiz, misol uchun, yo soat 10 yoki soat 11 yoki 11:30. Gaping qisqasi hozirgi paytdan, ya'ni kelajakdagi paytgacha bo'lgan davr albatta nima bo'ladi? Baribir bugun bo'ladi. Chunki bugun hali o'z yakuniga yetmadi-ku. Yetish uchun taxminan 3,5 soat bor. Ya'ni 3 soat va 15 daqiqa vaqt bor deyarli. Tushuntirdingizmi? Xo'p, ya'ni mana shu ham albatta kelasi zamonda ishlatilishi mumkin. Faqatgina kelajakni ifodalashda, ya'ni bizlarda oldimizda keladigan soatni, daqiqani, soniyani ifodalashda ishlatiladi. Today, okay? So this week, this month, this year, this week, this month, this year, bular ham bu hafta, bu oy, bu yil degan ma'noda ishlatiladi, okay? In 2 days, in 2 weeks, in 2 years, 2 kun, 2 hafta, 2 yildan keyin degan ma'noda ishlatamiz. E'tiborli bo'linglar, hurmatli o'quvchilar. In bilan biza raqam qo'yib turib, undan keyin payt qo'yib turib,
ya'ni mana shu in ichida degan ma'nosi emas, endi bu dan keyin degan ma'noda ishlatiladi. Okay? In 2 days, 2 kundan keyin, in 2 weeks, 2 haftadan keyin, in 2 years, 2 yildan keyin degan ma'noda ishlatiladi. Okay? So keyingisi 2 days, 2 weeks, 2 months later. Later degani keyin, keyinroq degani. Ya'ni keyin degan ma'noda ishlasa bo'ladi buni. So 2 days later, 2 weeks later, 2 months later desak, 2 kundan keyin yoki 2 haftadan keyin yoki 2 oydan keyin degan ma'noda xuddi bu in 2 days, in 2 weeks, in 2 years ga sinonim bo'ladi. Faqatgina later hamisha gapda oxirida keladi. In bo'lsa hamisha gapda, ya'ni ko'rsatkichdan yoki payt ravishidan oldin keladi. Okay? Farq shunda. So kelajakdagi yillar aytadigan bo'lsak, 2027-yilda, 2030-yilda yoki bo'lmasa in the future degan so'z kelajakda degan ma'noda aytishimiz mumkin. So case after a while, birozdan so'ng degan ma'noda ishlatishimiz mumkin. Yoki soon, tezda degan ma'nodagi so'zni ishlatishimiz mumkin. Yoki in the upcoming year, yoki the next year, yoki next year, kelasi yil degan ma'noda ishlatishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa birding desak ham bo'ladi. In the 22nd century. Misol uchunda hozir 21-asr-ku, to'g'rimi? 22-asrda desak, 22-asrda. Misol uchun taxminan 2100-yillarda desak yoki 2110-yillarda desakda, misol uchun. ikki ming bir yuz o'ninchi yillarda misol uchun. Okay? Ya'ni bu degani 22-asrda degan ma'noga teng bo'ladi. Okay, xuddi shu ma'nolarda biza, demak, xuddi shu paytlarni biza kelasi zamonda ishlatamiz. Okay, guys, ya'ni kelasi zamonda bilasizlar qaysi zamonga kelishini. Kelasi davomli zamon, kelasi oddiy zamon, we going to, keyin present continuous for the future, keyin esa present simple for the future, ya'ni o'shalarni barchasi kelasi zamon ma'nosida ishlatiladi. Okay? Endi yuzgan gapimizga e'tibor qaratamiz. Cristiano is paying a visit Uzbekistan next week. Demak, kelasi hafta Cristiano Ronaldo O'zbekistonga demak tashrif buyuryapti deb biz nima qilib turibmiz? Cristiano Ronaldoni kelajak uchun qat'iy belgilab qo'ygan, rejalashtirib qo'ygan ish harakatini aytib turibmiz. Qaysi bir ish harakat albatta aniq sodir bo'ladi. Okay? So, bitta yana ko'rib turganingizning tarjimasi. So, Oscar is busy now. Demak, Oscar hozir band and therefore va shuning uchun u is going to call his mother later. Demak, bu yerda ko'rib turganimizdek dalil isbot atagan holatda dalil biza dalil isbotimiz is busy now. Demak, is busy now. Oscar hozir mana shu dalilga tayangan holatda Oscarni kelajakdagi ish harakatini bayorat qilib turibmiz yoki taxmin qilib turibmiz. Oscar is busy now and therefore he is going to call his mother later yoki later on. Demak, Oscar hozir band va shuning uchun u onasiga keyinroq telefon qilmoqchi shekilli deb tarjima qilib turibmiz. Okay? yoki qo'ng'iroq qilmoqchi deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Deyarli nimasi yo'q. Aytib o'tganimdek, o'tgan safar tushuntirganimdek, deyarli tarjimada ya'ni 3 xil yoki 4 xil qilib tarjima qilishimiz mumkin edi, hurmatli o'quvchilar. Okay, yana bir narsani aytib o'tchakman mana shu yerda. Hurmatli o'quvchilar, yoddan chiqarmanglar. Payt ravishlarni bilasizlar, yodlaringizdan chiqarmanglar. Ayniqsa quyidagi payt ravishlar yoki bo'lmasa biza bundan
oldingi zamonlarda o'tganimizda, present tenseslarda o'tganimizda, ya'ni hozirgi zamonlar o'tganimizda yoki o'tgan zamon tugagan zamonlarda o'tganimizda eslaringizda bo'lsa, payt ravushlari har xil o'rinda kelar edi. Present simple'da yodlaringizda bo'lsa always, usually, sometimes, every day, every month, every week'lar masalan gapni oxirinda yoki gapni boshida keladi. Misol uchun every day. Endi always, usually, sometimes'lar ega bilan kesim o'rtasida keladi. Darak gap, inkor gap, so'roq gapga qarab. Bulardan ham shunday bor. Misol uchun yana bir payt ravushi bor edi. Hozir yodimdan tushib ketdi. Probably degan payt ravushi bor. Probably, ya'ni bu ehtimol degani. Ehtimol degan ma'noda ishlatiladi. Buni grammatik strukturasi ega bilan, misol uchun will, ko'pincha will shall da keladi bu. Probably holatida keyin fe'lning birinchi shakli ishlatiladi. Mana bu asosiy formulasi. Okay? Xo'p. Demak, yana bir payt ravushini qo'shimcha qilib beraman, hurmatli o'quvchilar. Perhaps degan payt ravushimiz ham bor. Balkim degan ma'noda ishlatiladi. Balkim yoki ehtimol degan ma'noda ishlatiladi. Okay? Endi bu ko'pincha gapni boshida keladi. Misol uchun perhaps masalan perhaps subject plus will shall. Bam shu ehtimollikni ifodalaganligi sababli, ya'ni faqatgina future simple bilan ishlatiladi, hurmatli o'quvchilar. Okay? Shuning uchun adashib ketmanglar. So, mana albatta daftarlaringizni yozishda davom etinglar. Xo'p, endi men sizlarga aytsak joyim navi. Men o'zi asosan shu payt ravushlari bo'yicha e'tiborli bo'linglar. Probably ga tuzib beraman. Misol uchun James will probably masalan come to my house. Demak, so James will probably come to my house. Demak, today James ehtimol bugun mening uyimga kelar deb nima qilib turibmiz? Biza taxmin qilib turibmiz. Ya'ni ish harakat sodir bo'lishi ham mumkin, sodir bo'lmasligi ham mumkin. Mana shu holatlardagina probably ishlatiladi, hurmatli o'quvchilar. Tushundingizlarmi? Okay. James will probably come to my house today. Demak, James bugun ehtimol mening uyimga kelar. Ya'ni kelishi ham mumkin, kelmasligi ham mumkin. Okay? Ehtimollikni ifodalab. Endi bu gapimizni biz perhaps deb tuzadigan bo'lsak, xuddi quyidagicha bo'ladi. Perhaps formulaga qaranglarda. Perhaps James will come to my house. Ehtimol, demak, James bugun uyimga kelar. Tarjimasi deyarli bir xil, hurmatli o'quvchilar. Okay? Ko'rganingizdek, qiyin joyi yo'q. Faqatgina formulani to'g'ri o'rgatgan formulamni sizlar to'g'ri ishlasangizlar bo'ldi. Boshqa narsa shart emas. Endi yuqoridagi probably, perhapsdan tashqari bo'lgan ko'rib turganlaringizdek mana bu payt ravushlari esa shu doimgidek yo gapni boshida ishlatamiz, yodlaringizdan chiqmagan bo'lsa, gapni boshidan uchun ishlatamiz, gapni boshida asosan biz kuchli urg'u uchun ishlatamiz, ya'ni gap urg'usini berish maqsadida ishlatamiz, ya'ni urg'u berib aytishda ishlatamiz. Agarda biz egaga urg'u beradigan bo'lsak, payt ravushini gap oxirida ishlatamiz. Agar biz payt ravushiga urg'u berajak bo'lsak, gapning boshida ishlatamiz. Yodlaringizda bormi? Shuni aytib o'tdim, present tenseslar mavzusini o'tganimizda. Ya'ni usually, always, sometimes, keyin every day, every week, every month degan payt ravushlarini o'rgatdim, xuddi shularda. Tushundingizlarmi? Okay, misol uchun qaranglarda shu James bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, misol uchun aytishimiz mumkin.
Demak, James birozdan so'ng televizor tomosha qilmoqchi desak, yana Jamesning xohishini aytamiz yana. Masalan, James is misol uchun gonna, demak, James is gonna watch. Gonna yodlansa ham, gonna aytganimdek speakingni ishlatamiz, lekin writingda emas. Okay, yodlansan chiqarmang. James is gonna watch TV after a while. Demak, James birozdan keyin televizor tomosha qilmoqchi. Tushundingizlar? Mana bu yerda payt ravishimiz ishlatilib o'tdi. Bu yerda is gonna watch kesimimiz. Okay? Yana misol uchun yana gap tuzib beradigan bo'lsam, qaranglar. So in 2027, so most students so will prefer to study abroad because so in 2027 most students will prefer to study abroad to study abroad so yoki bo'lmasa shu gapimiz most students will prefer to study abroad in 2027. Okay? Mana ko'rib turganlarimizdek ish harakatlarimiz pashti qanday bir-biriga o'xshash. Lekin gapda ko'rganlaringizdek biza gapdagi egaga urg'u beradigan bo'lsak, hamisha ega keladi. Birinchi navbatda, agarda biz payt ravishini urg'u beradigan bo'lsak, gapimizning boshida albatta unda urg'u nimaga tushadi? Bu yerda payt ravishiga tushishi kerak bo'ladi. Okay? Ya'ni payt ravishi gapni boshida keladi. Tushundingizlar, ha? Xo'p, mana bu yerda esa ikkinchi gapda esa ko'rganlaringizdek biza ya'ni urg'uni egaga beradigan bo'lsak, ega birinchi o'rinda keladi. Payt ravishi esa doimgidek gapni oxirinda ishlatiladi. Okay? So, guys, qolgan hamma payt ravishlari xuddi shunday ishlatiladi. Tushunarlimi? Okay, bugungi asosiy mavzumiz o'tamiz shunda. Hammaga mavzumiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, hech kimdan muammo bo'lmasa, demak, bugungi mavzumizda sizlar bilan Unit 5da sizlar bilan biza present perfect continuous'da o'rganamiz. Present perfect continuous bu nima? Bu demak, hozirgi tugallangan davomli zamon. Eslaringizda bo'lsa, xo'p, hozir bir yodlarga solib beraman bu narsani. Sizlar bilan birinchi mavzumiz present tenses'lar bo'lgan, to'g'rimi? Biza sizlar bilan qaysilarni o'tdik? Mana shu uchalasini o'tdik. Sizlar bilan. To'g'rimi? Bizlarda faqat mana bu o'tilmaydi. Biza hozir mana shu mavzumizda o'tyotirmiz. O'sha mavzumiz yakunlanishi bilan Xudo xohlasa sizlar to'laqonli hozirgi zamonlarda o'rgangan bo'lasizlar. Okay? Bu degani sizlar 4 dona zamonda mukammal o'qisizlar degani. Tushundingizmi? Okay, demak shu mavzumizni o'tamiz bugun. Demak, hozirgi tugallangan davomli zamon bu nima o'zi? Birinchi navbatda biza sizlar bilan navsi o'rganamiz buni tuzilishini. Ya'ni mana darak, inkor, so'roq shaklini o'rganamiz. Xo'p, buning pozitiv shakli qanday bo'ladi?
Positive. Negative. Question. So, pozitiv shakli quyidagicha bo'ladi. So, I, we, you, they plus have plus been plus verb ing bo'ladi. Batali positive. Pozitiv. Ya'ni darak shakli bilasizlar. Pozitiv nomli qilib. So subject plus have, yani I, we, you, they plus have been plus verb ing. Okay? Lekin degan joyi bor. Lekin hurmatli o'quvchilar, aniqroq yozamiz. He, she, it bo'lsa, he, she, it bo'ladigan bo'lsa, has plus been plus verb ing shaklida tuziladi. Okay. Hop. Ajratib turadi mana shu belgi formulalarimizni. Demak, egamiza, kesimimiza. Xo'p, bularda qisqartmasi qanday bo'ladi? Short forms, qisqartma shakllari. Albatta, I, we, you, they'dan keyin, masalan, fe'lni sizlar quyidagicha qisqartirib ishlatasizlar. In verb ing, okay? Buni qiyin joyi yo'q, hurmatli o'quvchilar. Okay? He, she, it, virgül, been, verb ing. Okay? Okay, guys? That is not very difficult. It is actually it is easy peasy structure to learn. So okay. Formula quyidagicha bo'ladi. Endi negativ shakli, inkor shakli. So, inkor shakli qanday? Inkor shakli xuddi shu I, they, you, they bilan she, it farqlangani kabi bu ham shuning farq qiladi. Have not been verb ing. He, she, it has not been verb ing. Buning ham short forms, qisqa shakllari demak quyidagicha bo'ladi. I, we, you, they. Demak, haven't been verb ing bo'ladi. Shitniki bo'lsa, he, she, it plus hasn't been verb ing. Question shakllari, so'roq shakllari-chi? So'roq shakllari have plus I, we, you, they plus been plus verb, has plus he, she, it, been verb ing bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar. Endi short answers shakllari, short answers qisqa javoblar bo'lsa,
albatta yes bo'ladigan bo'lsa, yes I will use have bo'ladi. Yes I will use have. Yes I will use have. Heshitniki bo'ladigan bo'lsa, yes he she it has. Tarjimasi ha degan ma'noda ishlatiladi. Ha qilib bo'ldim yoki ha ya'ni ha qilayapman deb ikki xil tarjima qilish mumkin bo'ladi buni o'zbek tiliga. Present perfect, ya'ni present perfect continuous biz ikki xil tarjima qilamiz, okay? Agarda yo'q deydigan bo'lsak-chi, yo'q deydigan bo'lsak, no I demak no. So no I, we, you, they, say. So haven't. No, he, she, it, hasn't. Lagani, yo'q. Yo'q, mayotgandim yoki mayapman yoki madim deb tarjima qilishim mumkin-da. Ya'ni qilmagandim yoki qilmayotgandim degan ma'noda. Shunday tarjima qilishimiz ham mumkin, ikki xil. Okay, endi xo'p, bular albatta belgilab chiqamiz ranglarga. Qiyin joy yo'q, hurmatli o'quvchilar. Ko'rib turganlaringizning hammasi nima deymiz? They all are piece of cake. They are all a piece of cake. Yani ularda barchasi oson. Yani piece of cake bu oson degan so'z hisoblanadi ingliz tilida. Yani idiomatic structure desa ham bo'ladi. Idiomatic word desa ham bo'ladi. Ya'ni idiomatik so'z, idiomali so'zda. Xo'p, endi ishlatishni keladigan bo'lsak, bu asosiy tuzilishi, endi qaranglar sizlarga chiroyli qilib gap tuzib beraman, mana ishlatishlaringiz uchun. Misol uchun qaranglar, bizda darsda qachondan o'tib turibmiz? Darak gap tuzib beraman bitta-bitta. I have been teaching an online lesson. Demak, men online dars o'rgatayapman. Demak, to my students for nearly demak for nearly deyarli 1 soatdan beri, an hour, for nearly an hour. Deyarli 1 soatdan beri. I've been teaching an online lesson to my students for nearly an hour. Okay? Deyarli deganim endi bu taxminiy soatda aytib turibman-da. Tushundingizmi? For nearly an hour. For nearly an hour bu payt ravishi hisoblanadi. Buni albatta belgilab o'tamiz. Okay? So, I've been teaching, men o'rgatayapman. Nimani o'rgatayapman? Online darsda o'quvchilarimga o'rgatayapman. Qachondan beri desa, deyarli 1 soatdan beri o'rgatayapman. Okay? Tushundingizmi? Misol uchun Sarah hasn't been living in Samarkand
since she was born there. Samarkand. Demek Sarah, demek hasn't been living in Samarkand since she was born there. Demek Sarah, demek Samarkandda tug'ilganidan beri yashamayapti yoki Sara tug'ilganidan beri Samarkandda yashamaydi deb bu yerda asosan paytini ifodalab turibdi. Ya'ni paytni ifodalovchi bog'lovchi ishlatilib turibdi bu yerda. Okay? Tug'ilganidan beri degan paytni ifodalovchi bog'lovchilik gap bu. Tushundingizlar, ha? Mana xuddi bir endi bir payt ravishi emas, ya'ni paytni ifodalovchi bog'lovchi qatnashgan gap desak ham bo'laveradi. Okay? So yaxlit bir gap deb qo'yishyaptimi? Ya'ni payt bog'lovchisi qatnashgan, ya'ni paytni ifodalovchi bog'lovchi hisoblanadi since dan beri degan ma'noda ishlatiladi. Sarah hasn't been living in Samarkand since she was born there. So, Sara demak Samarkandda tug'ilganidan beri yashamayapti desak. Ko'rdingizlar? Demak, bu inkor gapimiz endi. So'roq gapimiz qanday? Xo'p, so'roq gapimizda misol uchun ko'pligiga nisbatan tushsakda, misol uchun have Jeremy and Tim, demak Jeremy va Tim been playing football for all day. Misol uchun yoki bo'lmasa for 2 hours. Misol uchun 2 hours. Demak, have Jeremy and Tim been playing football outside for 2 hours. Demak, Jim bilan Tim tashqarida 2 soatdan beri futbol o'ynayaptimi? Gapga qarangda. Futbol o'ynayaptimi? Ish harakat nima qilgan? Davom etib turib ish harakatini ifodalaydi, lekin hamisha uning yonida, ya'ni paytni ifodalovchi payt ravishlari bo'lishi kerak yoki paytni ifodalovchi bog'lovchilik gap bo'lishi kerak. Endi biz bu savollarga nisbatan noto'g'ri javob albatta soatdan beri o'ynashyaptimi deb savol uchun mana shuning deb savol berildi. Ha, ular yashyapti demak, agarda ular haqiqatdan o'ynayotgan bo'lsa. Yes, they have. Ha, ular o'ynashyapti. O'ynagan bo'lsalar, teskarisi bo'lsa, no, they haven't deb qisqagina javob qo'yaveramiz. Olim Guliston. Joyi yo'q. Qo'shilarim. Hammasi aytib o'tganimdek, it's a piece of cake yoki it is very easy peasy or easy peasy, okay? So, endi hurmatli o'quvchilar, biz ishlatilishlarni o'rganamiz. Ishlatilishi masalan, birinchi necha holatda ishlatiladi? Uni bir ko'rib o'tamiz. Present perfect continuous. Qaranglar. Bitta present perfect simple bilan sizlarga solishtirib turib ish harakati yaxshiroq tushunishlaringiz uchun. Present perfect continuous ishlatiladi for actions which started in the past and continues up to the present. So, nima deb turibdi? For actions, ya'ni o'tmishda boshlangan ish harakatlar deb turibdi, qaysiki hozirgacha davom etib kelayotgan. Ya'ni bu degani nima? Ya'ni birorta bir ish harakat o'tmishda boshlanadi, ya'ni o'tmishda harakat, ya'ni o'tmishda boshlanib hozirgacha davom etib kelayotgan, o'tmishda boshlanib hozirgacha davom etib kelayotgan ish harakatlarini ifodalaydi.
Demak, o'tmishda boshlanib, hozirgacha davom etib kelayotgan ish harakatlarni ifodalaydi. Ya'ni bu degani hozirda ham, ya'ni shundan nima qilamiz buni? O'tmishda boshlanib, hozirgacha davom etib ketgan. Ya'ni hozirda ham davom etib turgan ish harakatini ifodalaydi. Ya'ni hozirda ham davom etib turgan hali tugallanmagan ish harakatlarni ifodalaydi. Misol uchun quyidagi gapimiz yana. Misol uchunda I have been teaching an online lesson to my students for nearly an hour. Demak, men deyarli 1 soatdan beri o'quvchilarimga demak onlayn darsni o'rgatyapman deb turibman. Tushuntiribmisizlar? Ya'ni ish harakatimiz deyarli 1 soat oldin boshlandi. Misol uchun hozir 9:16 minut o'tgan bo'lsa, biz 8 dan, ya'ni deyarli darsimiz 8:30da boshlanadi. To'g'rimi? Deyarli 1 soatdalik-ku. Xuddi shu. Tushundingmi? Ya'ni bizlarda o'tmishda bir ish harakatni boshlaymiz va shu boshlangan ish harakatimiz hozirgacha davom etadi, ya'ni davom etib kelayotgan bo'ladi va bu ishlar hozirda ham davom etib turib bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni yakunlanmagan ish harakat bo'lishi kerak bo'ladi. Tushuntiribmisizlar? Yoki tugallanmagan ish harakat bo'lishi kerak bo'ladi. Tushunarli, ha? Misol uchun bizlarda darsni boshlashimiz yoki darsda o'tib turganligimiz, hali ham darsimiz yakunlanmadi, hali ham davom etib turibmi? Demak, mana shu ish harakatimiz aytib turganimiz nov ish harakati hisoblanadi ekan. Ya'ni o'tmishda boshlanib, hozirgacha va hozirda ham davom etib turgan ish harakati hisoblanadi va albatta bunday holatda biza present perfect continuousdan foydalanishimiz kerak bo'ladi va albatta bu yerda ish harakatimizda ya'ni paytini ko'rsatuvchi payt ravushlaridan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Okay? Shuni yoddan chiqarmanglar. Misol uchun bu yerda bir misolda yuqoridagi gap bilan tushuntirdim, lekin bu yerga yana bir qo'shimcha gap yozib beraman, yanada yaxshiroq tushunishlaringiz uchun. Misol uchun qaranglar-da. Olsak bo'ladi. Xo'p. Xo'sh. Tasavvur qilinglar. Demak, Jack desa sizlar ham mavhum inson bo'ladi, to'g'rimi? Ronaldoni hammang donaysan. Ronaldoni tasavvur etish qiyin emas-da. Deyarli chaqaloq ham biladi Ronaldoni. Masalan, 1 yoshdagi chaqaloq, 2 yoshdagi chaqaloq ham Ronaldoni biladi hozirgi vaqtda. Endi bo'rttirib turibman. Hazil sifatida qabul etinglar. Demak, Ronaldo, qarang, Ronaldo has been playing. Tasavvur eting, hozir Ronaldo, ya'ni Ronaldo hozir Al-Nassr o'ynaydi-ku, Ronaldo bilan Messining komandasi hozirgi vaqtda bahs qilib turibdilar. Misol uchun, ya'ni ular futbol o'ynab turibdilar, ya'ni Al-Nassr Inter Miamiga qarshi bahs qilib turibdi va bu o'yinda Ronaldo ham o'ynayapti desak, misol uchun Ronaldo has playing against Messi in the friendly match between Al-Nassr and Inter Miami Football Club for 30 minutes. Qaranglar, ish harakat 30 meni aytib turganimdek, hamisha payt ravishi kerak bo'ladi present perfect continuous ishlatilishi uchun. Chunki ish harakat hozir ham davom etib turganligini ifodalashi bu payt ravishi hisoblanadi. Shuning uchun ham payt ravishi bo'lishi kerak hamisha. Tushundingizlar, ha? Demak, xo'p, Cristiano Ronaldo demak Messiga qarshi demak o'rtoqlik bahsida
Demak, Al Nassr va Inter Miami so Al Nassr va Inter Miami futbol klubi o'rtasidagi o'rtoqlik bahsida Ronaldo Messiga qarshi 30 daqiqadan beri demak o'ynayapti. Okay? Mana bu ish harakatimiz endi. Ko'rganlaringizdek, ish harakat hali ham davom etyapti. Tushundingizlar, ha? Misol uchun bu futbol bahsi taxminan soat 8:50 larda boshlagan va hozir 9 dan 20 daqiqa o'tdi. Hisoblasanglar haqiqatan 30 daqiqa bo'ldi. Ish harakatni boshlagandan va hozir ham bu davom etib turibdi. Okay? Tushundingizlar, ha? Misol uchun endi yana bir nimani tasavvur eting. Endi Messini hammangga olasizlar. Messi has been living in the USA. Demak, Messi has been living in the USA. Demak, Messi Amerika Qo'shma Shtatlarida yashamoqda. Since misol uchun nechanchi yillar yashamoqda? Misol uchun since he was transferred since he was transferred to Inter Miami. Since he was transferred to Inter Miami by PSG. Demek PSG Football Club. So, ne gapimiz? Sizlar shu, ya'ni begona emas, sizlar tanigan odamlar. Shu sizlar tanigan odamlarda nisbatan gap tuzib sizlarga qo'ldan kelgancha maksimalni medallashtirib tushuntirib turibman. To'g'ri tuzib turgan gaplarimda ba'zi bir so'zlarni bilmasangizlar, buni albatta tarjimasini olmayman turibman, hurmatli o'quvchilar. Qiyin joyi yo'q, bilmaysiz so'zlar, balki o'zingiz belgilab tarjimasini yozib keting daftarlaringizga, yozib turgan joylaringizda. Qiyin nima emas, sizlar ham xuddi mana shu holatda tuzib bilasizlar. Va bu deyarli ishlagan grammatik strukturalarimiz sizlar bilan o'tganmiz grammatik darslarda. Tushundingizmi? O'tganligimiz uchun shuncha gaplar tuzib beribman. Okay? So, Messi has been living in the USA since he was transferred to Inter Miami by PSG Football Club. Qaranglar, bitta paytravishxona desangizlar, bitta paytravish yo'q, lekin paytni ifodalovchi bog'lovchi bor. Tushundingizmi? Paytni ifodalovchi bog'lovchi bu since bilan tuzilgan ega kesim qatnashgan gap. Tushundingizmi? Yoki bunday so'zlar ham bo'ladi buni. Misol uchun since o'rnida, misol uchun demak, Messi has been living in the USA. He was transferred to Inter Miami by PSG Football Club. Yoki bo'lmasa, Messi has been living in the USA since 2023. Ya'ni Messi demak Inter Miami futbol klubiga PSG tomonidan transfer qilinganidan beri Messi Amerika Qo'shma Shtatlarida yashamoqda yoki yashab kelmoqda yoki yashaydi deb tarjima qilishimiz mumkin. Yoki Messi has been living in the USA since 2023. Ya'ni Messi Amerika Qo'shma Shtatlarida 2023-yildan beri yashaydi demoqdamiz. Okay, hurmatli o'quvchilar.
Mana shu holatda biza present perfect continuously ishlatamiz. Ikkinchi holatimiz qaysi? Xo'p, ikkinchi holatimiz, demak, hurmatli o'quvchilar, quyidagicha bo'ladi bu. İkinci holatimiz bu for past actions of certain duration which have visible results or effects in the present. So Bob is very tired. He's been working all day long. So Bob juda ham charchagan. U demak butun kun bo'yi, ya'ni ko'p vaqt davomida ishladi deb turibdi. Ya'ni o'tmishda davom etgan ish harakatni dedi. Hozirdagi dedi natijasi yoki oqibatlari deb turibdi. Ya'ni o'tmishda sodir bo'lgan ish harakatni nodeganimni. O'tmishda masalan for past actions of certain duration which have visible results. O'tmishda demak o'tmishda nima desak bo'ladi buni? Xo'p. O'tmishda boshlanib, hozirda tugallangan ish harakatining hozirda tugallangan, o'tmishda boshlanib ish harakat hozir tugallangan bo'ladi va o'sha ish harakatning ya'ni hozir harakatning natijasi, demak oqibatlari So, internet uzilib turganligi sababli hurmatli o'quvchilar, betovuzum uzilib qolmoqda. Hozir qaytarib o'taman. Oxirgi aytgan gapimda biroz o'tkazib lozim, internet bir tekshirib olaylik-da. Internet tezlikni. James bog'da ishladi for 5 hours. He is very he's very tired and thirsty. Misol uchun deymi? So James bog'da demak 5 soat ishladi. 5 soat davomida ishladi yoki
5 soatdan beri yoki 5 soat davomida James bog'da ishladi. Natijada uni shartdi. He's very tired and thirsty now. Natijada u hozir juda ham chanqadi, juda chanqadi va juda charchadi. Okay? Mana bu yerda esa uni novsi natijasi ko'zimizga ko'rinib turibdi. Natijada u nima bo'libdi? Natijada u juda ham charchabdi va natijada u juda ham nima qapti? Chanqabdi. Tushundingizlar ha? Mana bular ko'rib turganimdek ish harakatimizni hozirgi paytda tugallaganligi sababli uni natijasi bo'lib turibdi. Okay? Bu yerda endi tarjima qilganimizda yapti deb emas, ishladi deb tarjima qilamiz. Okay? Yoki ishlagan ekan deb tarjima qilishimiz mumkin. James bog'da 5 soat ishlagan ekan. U juda ham charchabdi va chanqabdi. U hozir juda ham charchabdi va chanqabdi. Okay? So, davom etamiz. Yana bir gap tuzadigan bo'lsak, hop. Tushunmadim. Ekran uzilib ketdimi? Hayotgul mikrofonim yoqqan. Ruxsat berdim. Nerede üzülüp kaldı yerinde? Oxirgi marta nerni nima qildi? Hozir bir ekrana qaramda sezib qoldim buni qattan. Okay. Mo'minjon yerinde bo'lib qoldi, yerinde. Yerinde üzülüp qoldi. Ash gap dedi-ku, ash yerda o'chib qoldi. Working in the garden. Neydi işi? İşiga o'zganimni ko'rmay qoldi. Ashula. Ha. Okay. Bo'ldi. Hozir qaytadan tushuntirib beraman. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, qaranglar. James has been working in the garden for 5 hours. He's very tired and thirsty now. Demak, James bog'da 5 soat davomida yoki 5 soatdan beri ishladi yoki ishlagan ekan yoki ishlayotgan ekan. He's very tired and thirsty now. U hozir juda ham charchagan va chanqagan. Deb turibmiz. Ko'rib turibsizlar? Ish harakatimizda nima bo'lib turibdi? Ya'ni ish harakatimizda bitta endi tugallangan bo'lib turibdi. Ya'ni 5 soatdan boshlandi va 5 soat davom etdi ish harakat va uning oqibatida nima bo'lib qoldi? James charchab qoldi va chanqab qoldi. Okay? So, demak, hurmatli o'quvchilar, davom etamiz. Yana bir gap tuzadigan bo'lsak, misol uchun Hop. Misol uchun Kate qiz bolaga nisbatan tutsak. Ko'pligiga nisbatan tutsak. Kate and Lucy. Hurmatli o'quvchilar, hozir sizlar onlayn test tashlandi. 9:30da tashlanishi kerak edi. Rejalashtirilgan edi u. Bu test ishlashga tushib ketmanglar, e'tiboringizni chalg'itmanglar. E'tiboringiz faqat o'qishda bo'lsin. Bu testni xudo xohlasa dars tamom bo'lganda ishlaysizlar. Bu grammatik test bu.
Sizlarga muddat beraman albatta. Ya'ni uni 9:30da rejalashtirib qo'ygan bo'lsam, hozir darsimiz 9:30gacha tugamadimi? Men sizlarga bonus atib vaqtini 1,5 soat atib qo'yibman uni. Ya'ni 11da tugatib qo'yibman. Darsimiz hozir deyarli 10gacha davom etadi. Taxminan 10gacha davom etadi, taxminan. 10gacha davom etganidan keyin albatta testni bemalol 11gacha ishlab bilasizlar, qiyin emas uncha. Okay? Tushundingizlar, ha? Demak, hozir butun e'tiborimizni darsga qaratamiz. So, Kate and Lucy have been cooking the meals for dinner. Kate and Lucy have been cooking the meals for dinner since masalan 8:30 p.m. Demak, Kate va Lucy soat 6, demak, soat Kate and Lucy have been cooking the meals for dinner for an hour. Demak, Kate and Lucy kechki tushlik uchun demak ovqatlarni 1 soat davomida demak pishirishdi. 1 soat davomida pishirishdi. Ular o'zlarini demak nima deymiz? Och emasdek his qilishyapti. They feel demak not hungry yoki bo'lmasa och emas his qilishyapti. Not hungry. Feel not hungry. They are hungry. They feel hungry. Emas, xatolik bor. They feel hungry desa bo'ladi. They feel hungry. Ya'ni ular och his qilishmayapti. Ular o'zini och his qilishmayapti. Chunki ular ovqatning hidiga chunki ular because they have been full degani to'ymoq degan, tashqaran full degan so'zadi, to'ymoq degan. So because they have been full, for the smell of the meals. Demak, taomlarning hidiga to'yib qolishdi. Chunki ular taomlarning hidiga to'yib qolishdi. Shuning uchun ham ular o'zlarini och qolgan his qilishmayapti. Va ular nima qildilar deb turibmiz? Kate bilan Lucy demak 1 soat davomida nima qildilar? Ya'ni kechki tushlik uchun taomlar pishirdilar deb turibmiz. 1 soat davomida pishirdilar deb. Bitta biza albatta paytlar uchun ham ta'kidlab turibmiz. They don't feel hungry. Demak, ular o'zlarini och qolgan his qilishmayapti. Chunki ular they have been full for the smell of the meal. Chunki ular taomning hidiga to'yib qolishdi deb turibmiz. Okay? Bu yerda esa present perfect simple ishlatilmoqda. Bu yerda esa present simple, ya'ni fe'l yodlaringizda bo'lsa, ya'ni stative verbs hisoblanadi. Bu holat fe'li hisoblanadi. Holat fe'llari ikki xil tarjima qilinadi o'zbek tiliga, yo hozirgi zamon atib yoki davomli zamon atib. Lekin shaklan stative verbslar simple zamonlarda ishlatiladi. O'zbek tiliga tarjima qilganimizda ikki xil, yo simple atib yo continuous shaklda tarjima qilsak bo'ladi deb aytganman dars davomida. So, demak, ikkinchi ish harakatimiz mana shu. Qiyin joyi yo'q. Okay? Hurmatli o'quvchilar. Mushkul emas.
So to express irritations, anger, annoyance, explanation, and criticism. Okay. So demek bu nima turibdi? Irritation g'azablanish, anger g'azab yoki achchiqlanish demak. Demak, g'azab, achchiqlanish, demak annoyance, jahl chiqishi, explanation or criticism yoki tanqid qilish deb turibdi. Demak, bularda hammasi, ya'ni g'azabni, jahl chiqishini yoki nima deymiz, darg'azab bo'lishni ifodalashda ham deb turibdi, present perfect continuousdan foydalanamiz deb turibdi. Okay? So uchinchi holatimizda shu ekan. Ya'ni o'zimizning achchiqlanishimizni, g'azabimizni, shikoyatimizni, tanqidimizni, noroziligimizni ifodalashda ishlatishimiz mumkin. Xo'p, buni ichib oladi desa, o'zlaringizni g'azablaringizni ifodalashlaringiz mumkin. Ko'pincha bu so'roq gaplarda tuzishda ishlatiladi. Ya'ni so'roq gaplar bilan ishlatiladi deyapman. Ya'ni so'roq shaklida ishlatiladi. Xo'p, misol uchun who has been, demak, who has been losing yoki who has been wearing my shirt. Demak, kim mening ko'ylagimni kiyyapti? Misol uchun, kim mening ko'ylagimni kiyyapti deb turibmiz. Misol uchun, bu ish harakat nima dedi? Bo'lmasa bu ish harakat hozir tugallangan bo'lishi mumkin. Ya'ni kim mening ko'ylagimni kiydi? Yoki bo'lmasa kimning ko'ylagini kiyyapti degan ma'noda g'azab bilan chiqlanib aytamiz. Yoki bo'lmasa yana nomni ifodalash mumkin. Xo'p, Kate has been cooking yoki Kate has been washing yoki ironing degan dazmolni kim dazmolni Kate has been ironing. Kate has been ironing. So the clothes, it is ironing the clothes for masalan 2 hours. Misol uchun qarang. Kate demak 2 soatdan beri kiyimlarni nima qilyapti? Demak, dazmollayapti. O'zi bir demak, nima deymiz? Mana shu ish harakatdan, ya'ni o'zlaringizda shikoyatlaringizni yoki o'zlaringizda g'azablaringizni chiqarib aytganlaringizda ishlatiladi bu present perfect continuous. Okay? Ya'ni o'zlaringizda jahllaringizni, g'azablaringizni yoki bo'lmasa shikoyatlaringizni aytib o'tganimizdek yoki tanqidlaringizni yoki noroziliklaringizni ifodalashda ham present perfect continuousdan foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Okay? Xo'p, demak, davom etamiz. Qiyin nima emas u qismi. Xo'p, oxirgisi to put emphasis on duration, usually with for, since, and how long. I've been typing letters since 9 o'clock. So, e'tiborli bo'linglar, hurmatli o'quvchilar. Bu 4-chi ma'lumotlarimiz ish harakat edi. So, 4-chi ish harakatimiz present perfect continuous ish harakatning davomiyligini, demak, ish harakatning davomiy
davomiyligini, demak, ish harakatini davomiyligini qaysi ifodalaydi? Present perfect continuous ifodalaydi. Present perfect continuous ifodalaydi. Ya'ni ish harakat o'tmishda boshlanib, davom etgan yoki hozirda tugagan bo'lib, uning natijasi oqibatlari ko'zda ko'rinib turgan holatlarda ishlatiladi. Ayniqsa for, since, how long payt ravishlari bilan hamisha ko'pincha ishlatiladi. Ya'ni bu degani, yodlaringizdan chiqarmanglar. For, since, how long degan payt ravishlari mavjud va bu, ya'ni mavzumni boshida aytganimdan bitta e'tibor etgan bo'lsangiz, for bilan gap tuzdim yoki since bilan ham tuzgan joyim bor. E'tibor etdingizlar, lekin how long bilan tuzmadim. Ya'ni mana shu ko'rib turganlaringizdek, present perfect continuousda biz asosan hamisha ishlatganimizda gapning oxirida payt ravishlarda albatta for, since qatnashishi kerak bo'ladi. Endi how long bu asosan so'roq gaplarda ishlatiladi ko'pincha. Okay? Misol uchun so'roq tuzadigan bo'lsak, how long have you been learning English? Misol uchun men sizlarga savol beraman. Ingliz tilini sizlar qanchadan beri o'rganyapsizlar? Ya'ni o'zi how long degani bu qanchadan beri degan ma'noda ishlatiladi. Okay? Ya'ni how long qanchadan beri yoki qanchadan beri degan ma'noda. Okay, hurmatli o'quvchilar. Demak, how long have you been learning English? Ingliz tilini demak siz qanchadan beri o'rganyapsiz? Endi bunga nisbatan sizlar nima javob berasizlar? Aytasizlar, misol uchun kimdir aytadi, I've been learning English for 2 years. Kimlardir for 3 years deydi, kimlardir for 10 years deb qo'yadi. Qaysidir dangas o'quvchilar yoki for 5 years deydilar. So learning. Okay, mana bu yerdagina. Yoki bo'lmasa kimlar mening deb javob beradi. Since my childhood. Since childhood paydolar ham bor. Bolaligimdan beri. Okay. So, hurmatli o'quvchilar, endi bu qismida to'g'risida ma'lumot bergan bo'lishi kerak kitoblaringiz. Xo'p, demak, davom etamiz. Eslatma berib qo'ydi sizlarga, payt ravishlarini berib qo'ydi. Xo'p. Hurmatli o'quvchilar, present perfect continuous yodlaringizdan chiqarmang. Ish harakati davomiyligini ifodalaydi deb belgiladik, to'g'rimi? Yodlaringizda present perfect simple o'tdik sizlar bilan.
Present perfect simple ish harakatni tugallanganligini ifodalaydi. Shuni yozib qo'ying, adashtirib olmanglar. Okay? Ish harakatni tugallanganligini present perfect simple hozirda bo'ladi. Mana shu harakatligini hamisha present perfect simple ifodalaydi. Ish harakati davomiyligini, endi davomiyligi deganda yodlaringizdan chiqarmanglar. Bu ish harakati o'tmishda boshlanib, hozircha davom etgan bo'ladi yoki ya'ni hozirda ham davom etib turgan bo'ladi yoki hozirgacha davom etib tugallangan, ya'ni hozirda tugallangan va uni natijasi ko'zimizga tashlanib turgan bo'ladi, ya'ni ko'zga ko'rinarli bo'ladi. Deysizlar? Endi ish harakatlanganligi desak, shu ish harakatimiz boshlanib hozirda bu albatta present perfect simple bo'ladi. Ya'ni harakat tugani bo'lmaydi. Past simple ishlari yoki bo'lmasa ish harakat o'tmishda boshlanib hozirda tugallangan bo'ladi. Harakatni bo'ladi. Xuddi ya'ni present perfect continuous bor ekan, natijasi va oqib ko'zga ko'rinadigan holatlar. Bu holatda ikkalasi bir xil bo'lib qoladi. Present perfect simple ham shu ma'noda ishlatilgan bo'ladi. Lekin Teslalar buni bilmaydi. Narsani beradi javob yo present perfect continuous beradi yo yo'q. Agar present perfect bo'lsa, present perfect continuous bo'lsa, ularni emas. Demak, fe'llarni sizlar ya'ni present perfect simple da ham yoki present perfect continuous da ham ishlatib bilasizlar deb turibdi. Ya'ni ular deyarli farqi yo'q deb turibdi. Ya'ni live, feel, work fe'llarini yodlaringizdan chiqarmang. Yo present perfect simple da. Endi qo'shimcha ma'lumotlar qismini o'tamiz. Qo'shimcha ma'lumotlar live, feel, work. Live, feel, work. Fe'llarini present perfect simple da ham present perfect continuous da ham ishlatish mumkin. Ularni deyarli ma'nosi o'zgarmaydi. Ya'ni bu degani tarjima etganimiz o'zbek tiliga ma'nosi bir xil bo'ladi, lekin ingliz tilidagi grammatik shakli ikki xil bo'ladi. Yo present perfect simple da tuzasizlar, yo present perfect continuous da tuzasizlar. Lekin o'zbek tilida tarjima etganimizda umuman deyarli ma'no o'zgarmaydi. Ya'ni tarjima o'zgarmaydi. Ya'ni bir xil bo'ladi. Ya'ni bu degani I've lived in Uzbekistan since I was born here. Demak, men O'zbekistonda tug'ilganimdan beri yashayman deb turibman. Men O'zbekistonda demak tug'ilganimdan beri yashayman deb aytibman. Misol uchun present perfect simple dan foydalandim. Lekin men bu yerda nodamam aytishim mumkin ekan. I've been living deyishim mumkin ekan. Bizlar in Uzbekistan
since I was born here. Born. Tushundingizlar, ha, hurmatli o'quvchilar? Demak, I've lived in Uzbekistan since I was born here. Demak, men bu yerda tug'ilgan, ya'ni men O'zbekistonda tug'ilganimdan beri yashayman deb turibman. Ikkinchi gapimda ham shu bir ma'noda ishlatiladi. Ya'ni men tug'ilganimdan beri O'zbekistonda yashab kelmoqdaman yoki yashayman deb tarjima qilamiz. Okay? Birinchi gapimiz ham shu yashab kelmoqdaman deb tarjima qilsak ham bo'ladi yoki yashayman deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Ikkinchi gapimiz ham deyarli bir xil. Ya'ni yashab kelmoqdaman yoki yashayman deb tarjima qilsak bo'laveradi. Umuman farq o'zgarmaydi. Yodlaringizdan chiqarmanglar, hurmatli o'quvchilar. Tushunardi. Mana shu live work fe'llarni sizlar present simple'dan sorry. Present perfect simple'dan ham, present perfect continuous'dan ham ishlataverasizlar. Deyarli ma'no o'zgarmaydi, okay? Xo'p, davom etamiz. Okay. Bon tarafda present perfect simple'ni bergan, present perfect simple'ni bilasizlar. Ish harakatlar tugallangan buni o'tganmiz. Agar mabodo present perfect simple yodlaringizdan chiqqan bo'lsa, present perfect simple mavzumizni ko'rib qo'yinglar, okay? Endi bu qismda qo'shimcha ma'lumotlar qo'yibdi. Non continuous verbs, demak non continuous verbs ya'ni